uchta venus implantimizda Boburga og'riqsizlarsiz, ya'ni og'riqsizlantiruvchi dori vositalarsiz, ukolsiz uchta implant qo'ymoqchimiz. Chunki bu ukoldan qo'rqyapti. Ukoldan qo'rqyapti, shuning uchun bez anesteziya bu implantlarni 3 ta implant qo'yib yuboramiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Bo'pti. Sizlar kuzatinglarchi, oxiri nima bo'lar ekan? Umuman og'riqsizlantirish uchun anaqa qilmayman, anesteziyalar qilmayman. Nima bo'ladi? Chidalar ekanmi, chidalmasmi ekan? Bismillah. Mulkini kesyapmiz, xudo xolisa. Bitta aydida bo'ldi, o'tib ketdi. Oxirigacha chida oladimi, yo'qmi ko'ramiz. Biz 3 ta operatsiyani yakunlab oldik va 3-bemorimiz bez anesteziya qo'ydiraman degan bemor. Qalay bo'ldi endi? Operatsiyaga gap yo'q. Tavsiya qilaman. O'zinglarni sinab ko'ringlar. Hammaga tavsiya qilaman. Anesteziyasi tavsiya qilmoqchi sizlarga, lekin men boshqalarga tavsiya etmayman. Endi chidab turdilar. Xudo xolisa hech qanaqangi og'riqlar bo'lmaydi. Sizlarda ham bemorlar implantatsiya muolajasi kerak bo'lsa, bizning klinikamizga, Stop Center va Diastom klinikalarga kelsangiz bo'ladi. Toshkent shahar Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasi 91/1 da bo'lamiz. Bu Stop Center deb ataladi. Ikkinchisi esa Vodiyda, Farg'ona viloyati Furqat tumani Palvontosh qishlog'ida Diastom 2 Toshkent filiali. Shanba kunlari Vodiylarni yo'lda kutaman. Xudo xolisa 3 ta venus implantlarni Boburga qo'yib qo'ydik. O'zlari ham doktor. Xudo xolisa endi ko'ramiz jarayonni. Qanaqa bitadi, nima bo'ladi? Men sizlar bilan oxirgi karantinlar qilayotgan doimgidek o'rtoqlashamiz. Hammanglarni klinikada kutamiz. Rahmat.